Keling olib kelingda videoga. Iltimos. Qo'ying. Mana nima mahsulot? Kabachki. Mana upakovka. Havas qiladi inson. Mana u Mandarin. mandarin. Xo'p. Mana uzun mahsuloti. Mana. Har kuni sport. Mana uni upakovkani qarang mana. Shingili yo'q, shingili. Mana shu 300 grammda, yarim kilo, 1 kilolik mana. Bir qatorlikka mana 5 yosh qo'ygan. Tagida yo'q buni. Yo bormi? Yo'q. Tagida yo'q mana, qarang. Bu mayit tegiydi. Uzrni to'g'irlatsa, qarang mana. Mana upakovka qilyapti. Mana endi tarzinkada qilgan upakovkasi mana. Biz ayib izlashdan ag'ga o'talmayapmiz. Voy yashi qilmasa bo'lmaydi, yemaydi. Ha tagiga o'qlab dumalak gilosi to'rtburchak qilib qo'yapmiz, o, to'rtburchak. Mana. Mana holat qaranglar. Mana tagini ochyapmiz. Jaydaricha baylari bilan chiroyli qilib so'gan mana. Kim zakaz kim qiladi? Bola oti nima? Ulug'bek. Ulug'bek, men qarang Ulug'bek. Ulug'bek qarang uka. Siz qayerdansiz? O'zbekiston. Siz qayta tovarni sotasiz? Xitoy tovar sotaman. Siz borib olib kelasizmi, telefonda zakaz qilasizmi? Telefonda zakaz qilamiz, telefonda keladi. Ha. Aldaydimi, aldamaydimi? Yo'q, aldamaydi. Qayteva bir xil chiqadimi? Hammasi bir xil chiqadi. O'zbekiston fuqarosining gapi. Akalar, biz Xitoy davlatini maqtash emas, biz ham shunaqa bo'laylik, shunaqa eksport qilaylik deyapmiz. Ulg'aygan kunda majbur bo'lyapmiz. Kechpayt yozyapti, men aytyapman. 2025-yilda gachur o'qlangan hamma mahsulot borki, xom mahsulot aybdori Abdumalik. Bitta men bo'lay. Yildan o'naylik. Vatan uchun. Shu vatanda sizni bizni ota-onamiz, siz bizni farzandimiz yashayapti. Bu holatni qarang mana, keling ukajon terib qo'ying. Mana, yana nimani ko'rsatish mumkin? Uzunni ko'rsatdik. Meyada bor bilan darsiz. Keling, keling. Mana. Abroraka ot. Havas qiladi. Ko'rsating. Inson mana shuni upakovka qilyapti mana. Chiroyli mana. Bejirimgina. Mana qadoqlasak, uni qarang mana. Zamon talablariga javob beradi mana. Bizda gufra kardon qilsa, darrov yashichini aybdor qilyapsizmi, kazinkachini aybdor qilyapsizmi? Uni qarang mana. Ochyapti bu shoftoli. Nektarin, listi shoftoli. Bizda bo'ladi-yu, anjir shoftolining listisi mana. Mana. Oltita qo'ygan, aka olib kelinglar buni. Bir mehmonga olsa ham mana, bu qilib qo'lida ko'tarib ketadi. Chiroyli mana, bejirimgina. Shunaqa qilsa bo'ladi-yu bizda. Endi qachongacha aybdor qilamiz mana. Mangolar qarang, mangomi nima edi bu? Mango. Bu ko'pkani qarang. Bular orqasini ochib o'qlamayapti, har bir mahsulotini. Bu taylarga dasechka bekitib, bir narsa bekitgan yo'q. Shunga harakat qilaylik deb jon kuydiryapmiz. Shunga harakat qilaylik deb. Mana aybim shuki, yaxshi bo'laylik deyapman xolos. Boshqa aybim bo'lmasa kerak. Shu yaxshi bo'lsa O'zbekistonda mahsuloti dunyoda shunaqa qilib sotsa mana bitta oling mana shu yerda obzor. Mana qo'rni Xitoy mahsulot har bir kamerada. Hozir deb ko'ringlar, bitta bilmayman bir 50 fura bormi, 30 fura bormi, mana shu joyda o'zida. Ha bu kichkina bitta Aziya Sibir bozor dunyoni egallayapti. Ha biz hali ham tortishib qilmasak bo'lmaydi, yashil tayini ochmasa bo'lmaydi, saldat qilib termasa bo'lmaydi. Falon, to'g'ri. Qachonlardir shuni talab qilgan. Endi bunga talab yo'q. Faqat sifatli mahsulot Rossiyada xalqi yoki boshqa davlat talab qilyapti. Shuni xalqqa beraylik, iltimos. Oddiy narsa, jaydaricha-yu bu. Faqat bizda tortishish, hamma xato meniki deyapman. Shu kungacha ag'ga o'nalaylik. Ishonasizmi, sportdan boshqa narsa yo'q-da.